Hurmatli o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan o'tadigan mavzumiz suv va uning tarkibiy qismi va uning o'ziga xos xossalari. Suv tirik organizmlar hayotida eng muhim xususiyatga ega. Tabiatimizning 70% suvdan iborat. Faqat uning 3%gina ichimlik uchun yaroqli hisoblanadi. Qolgan qismi dengiz va okean suvlari, ya'ni ular sho'r suvlar. Suv tirik organizmlar, o'simliklar, hayvonot dunyosida muhim ahamiyatga ega. Hujayralarimiz o'sishi, rivojlanishi uchun suv behisob o'ringa ega. Suv haqida yana kimda qanday ma'lumotlar bor? Qani kim aytadi? Muz shaklidagi suv suzadi. Chunki muzning zichligi suvga qaraganda kichik. Ustoz, xonadonimizdagi ichadigan suvimiz qayerdan keladi? O'rinli savol. O'tir o'g'lim. Agar bu savol hammaga qiziq bo'lsa, biz ichayotgan xonadonimizdagi ichimlik suvi yer ostidagi suvlarimizda qayta ishlanib, filtrlanib, xonadonlarimizga yetkazib beriladi. Ya'ni Farg'ona viloyatimizdagi yer osti bazasidagi suvlardan foydalaniladi, faqat uni ichimlikda yaroqli holatga keltirilib tarqatiladi. Agar hurmatli o'quvchilar, bu barchangizga qiziq bo'lsa, birgalikda Abdulla Qodiriy suv inshootiga birgalikda borib sayohat uyushtiramiz va o'z ko'zimiz bilan ko'rib, yana bir ma'lumotga ega bo'lamiz. Sayohatga tayyormisiz? Hurmatli o'quvchilar, bu Farg'ona shahridagi suv inshooti hisoblanadi. Farg'onaning yarmiga shu joydan suvlar tozalanib, filtrlanib, aholi va xonadonlarga yetkazib beriladi. Bu quyosh panellari nasoslarga energiya yetkazib beradi, energiya ishlab chiqarib, suvlarni ta'minotini tashkillab beradi va suv yetkazib beradi. Ushbu suv inshootimiz Qodiriy suv uzatish inshooti hisoblanadi. Mana shu ko'rib turgan tepaliklarimiz toza suv saqlash havzalari bor. Gipoxlorid natriy bilan zararsizlantirib, aholiga suvlarni uzatib beramiz. Ustoz, bitta savolim bor edi. Qani? Agar bu yerda suv tugab qolsa, bizga qanday yetkazib beriladi? Biz agar suvni isrof qilsak, suv tugab qolish ehtimoli yuqori. Shuning uchun suvni asrab avaylashimiz kerak, aziz o'quvchilarimiz. Endi men aslo ichimlik suvini isrof qilmayman, chunki og'ir mehnatlar evaziga uyimizga suv kelar ekan. Hurmatli o'quvchilar, bizga mashaqqatli shu suvlarni bizga yetkazib berayotgan kasb egalariga nima deymiz? Rahmat! Bolajonlar, sayohatimiz sizlarga yoqdimi? Suv haqida hamma o'ziga yetarlicha ma'lumot oldimi? Suvimiz qayerdan xonadonlarimizga yetib kelishi haqida o'z ko'zingiz bilan ko'ra oldingizmi? Umumiy xulosa qilib, suvni nima qilishimiz kerak ekan? Tejash kerak ekan. Hammaga bugungi kunimiz maroqli o'tdimi? Barakalla. Bizga shunday sharoit yaratib bergan Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.